Okey, 1,5 milliondan olganman. Nima grammini? 980 ming do'st, u arzon emasmi? Yo'q, okey, men siz tushunib turibman. Endi bitta narsani to'g'ri tushuning, men tan narxini beraman-da. 980 ming arzonda olsa, lekin o'zingizga ayb qo'ymaysiz. Balki men qimmat olib qo'ygandirman. 585 pulni 1,5 milliondan olgansiz-da, okey? Yedirib olishgan deysizmi? Endi okey, men misol arzon hisob, siz qimmat olib qo'ygan bo'lsangiz, men arzon hisoblab berayotgan bo'lmayman. Izdeyle bo'lganiga mana shu qimmat olganman deganingiz 980 ming katalog narxi qilib berdim, okey? 1 milliondan oldi, narx tushib qoldi просто. 26 million desa-mi? Bu 26 million bo'ldi. Mana bu o'nlaringizni buni 910 mingdan qilib beraman. Bu hammasi pachoq bo'lib, eski narsalar bo'lganiga. Mana tilla tish qo'shmaysizmi, okey? Yo'q, buni mana ko'rdingiz, okey, hamma tillani o'zini narxi bo'ladi. Mana bu izdeyle bo'lganiga shuna narx oldi. Tilla tish probasi baland bo'ladi, o'shani hisobiga buni narxi boshqa. Tilla tishi 1 grammini 1 million 300 dan olib qoladi. Ammo naborot past bo'ladi deb o'ylayman. Yo'q, okey, 800 dan baland bo'ladi, 800 dan 900 gacha ham chiqadi. Hop, qarang, 42 45 umumiy 910 dan beraman. Hop, 38 million 629 ming bo'ldi, 38 million 650 ming. Buni 26 million bo'ldi. Hop, endi tilla tishi o'zini o'lchaymiz. Hop, 2 tur 1 million 300 dan. 3 million 120 ming plus 38 million 650 plus 26 million. Hop, общий summa 67 million 770 ming bo'ldi. Men sizga 68 million qilib beraman, okey? Ha, 70 millionga yetmayaptimi? Yo'q, okey, ko'rdingizmi? Maksimalni hisoblab berdim. 67 770 bo'ldi. 68 qilib beraman deysiz. Unda okey, menimcha mana bunaqadan ham olsangiz kerak, bir Turkiyadan oldim pul bo'lganda. Nechi probasi bor, okey? 995 ekan. Ha, shu 9 emas, 995. 1 gramm ekan, okey? 1,5 million bo'ladi. 1 gramm 995. Bo'ldi, okey. O'shanda 69 million 500 bo'ladi. Bo'ldi, sanab bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xo'p. 20 40 50 60 70 69 million 500 bo'ladi. Qarang. 70 qilaveraylik shuni. Yo'q, okey. Hechligisi foydamiz bo'la qolsinlar. 4 5. Mana 9 million 500, общий 69 million 500, ichi to'g'ri sanoat xolos, okey? Rahmat aka. Sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarning ham mana shu tillanglar bo'ladigan bo'lsa, qimmat narx sotmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi.